Otamning ukasi uni pichoqlab ketgan. Toshkentning Chuqursoy mahallasida tug'ilganman. Tug'ilishim bilan oilamizda Shekspirning tragediyasi bo'lgan desam ham bo'ladi. Men 9 oyligimda opam 3 yosh paytida otamni o'z ukasi pichoqlab o'ldirib qo'ygan. Onam 24 yoshida qo'lida 2 qiz bilan beva qolgan. Men otamni eslay olmayman. Balki opam eslar. Lekin u ham endigina 4 yoshga to'ladigan qizcha edi. Biz uni rasmlar, u haqidagi voqealar orqali taniymiz. Otam juda yosh, 30 yoshida olamdan o'tdi. Onam bizni 10 yil davomida o'zi katta qildi. Chuqursoyda o'z hovlimiz bor edi. O'rik, jiyda, uzum daraxtlarimiz, ishkomimiz bo'lardi. Hovlimiz yonidan anhor oqardi. Opam bilan suvga tushib, oqib ketayotgan olmalarni ushlab qolardik. Bolaligimda qo'rqoq bola bo'lmaganman. Aksincha, tengdoshlarim bilan ko'chalarda o'ynardik, daraxtlarga chiqardik, tomlarda yugurardik. Hech narsadan cho'chimaydigan bolalardan edim, deya eslaydi bolaligini Kumush Razzoqova. Kelinoyim bizni yetimcha derdi. Amakimning ayoli bizni yetim derdi. Hozir kulgim keladi. O'sha vaqtda albatta bundan xafa bo'lganmiz. Amakimning eshigini taqillasak, kelinoyim mahallada do'du gapdagi ayolga o'xshab chiqib, "Ha, ana yetimchalaringiz kelishdi" derdi. Amakim esa juda mehribon edi. Hayit bayramlarda bizga 3 rubldan berardi. Onam ishga borib kelgunicha bizga ammalarim qarab turardi. Onam kechqurun 9:10da qo'lida sumkalar bilan uyga qaytardi. U sil kasalliklari shifoxonasining oshxonasida ishlardi. Ammalarim ko'rpacha qavir edi. Ular 6-7 yoshimda qo'limga igna tutqazgan. Do'ppilar, ko'rpachalar sotib savdo qilishardi, deydi Kumush Razzoqova. Musiqiy tanlovga borib, taqdirim o'zgarib ketgan. O'zimga ishonchim past edi. Eng katta qo'rquvim ham shu bo'lgan. Bir kun kelib sahnaga chiqaman, qo'shiq aytaman deb hech qachon o'ylamaganman. Hatto oilamdagilar ham ichimda shunday shijoat va kuch borligini bilishmagan. O'sha paytda o'zimcha qo'shiqchilar 2 ta oliygohni bitirgan bo'lsa kerak deb o'ylardim. Chunki mening musiqiy bilimim yo'q edi. Maktabda matematika, algebra, kimyo fanlarini yaxshi ko'rganim uchun kimyo fakultetiga hujjat topshirgani borganman. Imtihon fanlari orasida fizika fanini ko'rib qo'rqib ketganman. Bu fanni yaxshi o'qimagandim. Shunga o'ylanib qaytib kelayotsam, yo'lda bir e'longa ko'zim tushgan. O'zbek konsert yosh ijrochilarni tanlovga taklif qiladi deb yozilgan kichkina e'lon taqdirimni o'zgartirib yuborgan. Onamga, opamga aytmay, tanlovga o'zim borganman. Mening rus va o'zbek tilida mukammal kuylashim bastakorga yoqqan. Menga ma'qul bo'lgan tomoni musiqiy bilimi bo'lish shart emas edi. Keyin teatr oliygohida o'qiganman. Botir Zokirov boshchiligidagi komissiya oldida ovoz ko'rigidan o'tib, sado guruhiga tushib qoldim. Bu narsalarga o'zimda qanday kuch topganimni haligacha bilmayman, deydi Kumush Razzoqova. Onamning vafotidan so'ng tarqalib ketdik. Onamning vafotidan so'ng oilamiz tarqalib ketgandek bo'ldi. Har birimiz o'z hayotimiz bilan yashayapmiz. Shuni tushundimki, onam bizning ustunimiz bo'lgan ekan. Biz uning atrofida aylanardik. Inson hayotning qadrini ko'p yo'qotishlar boshidan o'tkach tushunar ekan. Odamga nima kerak? Bir kosa ovqat, choy, shirin so'z va ustimizga bir mato. Hamma yaqinlarimiz tinch, omon bo'lsa, shu baxt, deydi san'atkor. Kumush Razzoqova sado ansamblining bastakori va ovoz rejissyori bilan oila qurgan. Juftlik 20 yil yashagandan keyin ajrashgan. Bastakor 2019-yilda olamdan o'tgan. San'atga qaytishim uchun avvalo o'zimning xohishim bo'lish kerak. Ijodkorning o'zida xohish bo'lish kerak. Hozirgi yoshlarning orasida o'zimni topishim, yo'nalishimni qurish, mavzu topish oson emas. Bu albatta mablag'ga borib taqaladi. Rostini aytsam, prodyuserim, turmush o'rtog'im, sado ansamblida kerak bo'lsa, qo'limdan olib yurgan insonim tirik edi. Keyin arosatda qolib ketgandek, chuqur quduqqa tushib ketgandek bo'ldim. Chunki nafaqat hayotda, balki ijodda ham didni, musiqani o'rgatgan inson olamdan o'tgach, qanotsiz qolib ketgandek bo'ldim. Nega ijod qilmayapsiz deyishsa, hayotimda juda ko'p yo'qotishlar bo'lganini aytaman. Sado ansamblidan boshlab ishlab kelgan raqqosam, qo'g'irchoq bozimiz bor edi. Jamoadoshlarim birin-ketin olamdan o'tdi. Farzandli bo'lmaganimdan afsuslanaman. Bugun ortga qarab, nimani boshqacha qilgan bo'larding deb so'rashsa, eng avvalo ayollik taqdirimga ko'proq e'tibor bergan bo'lardim. Buni faqat yillar o'tib tushunyapman.
Shu sababli yuragim og'riydi. Hatto biz turmush qurganimizga 15 yil bo'lganida ham bir necha bor tushkunlikka tushganman. Yoshim o'tib ketyapti, vaqt o'tyapti. Men allaqachon farzandli bo'lishim kerak edi deb yig'lardim. Ammo turmush o'rtog'im meni doim ishontira olardi. Oila, uy, bularning hammasi unchalik muhim emas. Hayotdagi eng muhim narsa ish derdi. O'zi ham aynan shunday yashagan. U boylik orttiradigan odam emas edi. Na saroyi, na qimmat mashinasi bor edi. Topgan pulimizning barchasini studiyaga sarflardi. Texnikalarni doim yangilash kerak bo'lardi. Analog uskunalar o'rnini raqamli texnologiyalar egalladi. Bir paytlar minglab dollarga olingan apparatlar deyarli qadrsizlanib qolardi. Doim yo'qotishlar bo'lardi. Ammo yana sarmoya kiritishga to'g'ri kelardi. Shu bois u har safar pul topsa, u yana ishga tikardi. Uning uchun birinchi o'rinda doim ish turardi. Bugun esa farzandli bo'lmaganimdan qattiq afsuslanaman, deydi Kumush Razzoqova.